Assalomu alaykum Fono Mebel obunachilari. Mana navbatdagi oshxona mebelimizni Namanganning Minbuloq qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu ishimiz o'sha metri devordan devorga 560 sm ga tayyor bo'ldi. 560 sm ichida mana bu finalini ichiga, bu joyiga gaz balon, tepasiga aristonga, bu joyiga mana kir mashina, mo'lka, tepaga sushilkalar. Bu joyiga mana chekasiga gazini qo'yib berdik, tepasi vitichka, xomchoy, tuz idish soladigan. Hop, bu ishimiz o'sha metri 560, balandligi yerdan tepaga 230 holatda bo'ldi. Stalishnisalari Rossiya, osha-moshalari vakuum sharni rezinoviy kromka, yerdan balandligi 230, orqalari granit holatda bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni ekran ostisiga qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizdan mo'lkasi, sushilka, granti bizdan bo'ladi. Olib kelib o'rnatishi gaz vitichkasini uyda egalaridan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.